Bugün 6 may rayon boyunca biz endi 56.519 hektar yerде yasa qurishlar boshqarida chashuv planlashtirgan edik bekende. Bu bütün sürümlerinin közge uzun külturalarından hem köpçülük ölenlerden sistapardan qolatırgan ölüşü bulup tura. Bu yılga biz bütüklerinin maydanında 46.000 hektardan artıqırak dep planlaştırdık. Yazgı külturalar 34.000 hektardan artıqırak bola. Teknik külturalar indi bizim 5.000 hem binde neler terlik yazgı külturaları 14.000 hektar bulup tura indi. Mına şuşlar boyunca bizning bugungi kunga 35.633 hektar yazgı qurishlar boyunca chashuv olib borilgan. Bu bizning endi 60%dan ortiqroq tashkil etadi. Respublika ko'lamida biz bu ko'rsatkich endi 2-3 o'rinda bo'lib turamiz. Yazgı birtükli külturalar bütünüsü bugungi kunga 27.000 hektardan 27.854 hektarda boshqarilgan. Şunun için endi bugün Başçışta bizning 95% arpa chechilib bitdi. Ondan so'ng endi amaçlar bizning buday kulturasi var endi 80%, burchaq 90% chechilib bitdi. Sulu тоже 90% teresi ko'rsatkichni bile. Bunga üstəbində bizim bu gün oqadağında bulup tura turgan bir kukuruzu birtügüşün chashuv ülüşü bulup tura. Hem bu da bizim rayonda bugungi kunga 220 hektarni tashkil etadi. Birinchilardan bulup endi boshqa xo'jalig'i boshladi. Ondan so'ng endi Enek agrofirmasi 120 hektar chashdi. Bugungi kunda xo'jaliklar bilan sanab ketsak, tag'i bugün endi 4-5 xo'jalik kukuruz chashuvga kirishecekler. Şuna üstəbində rapız chashuv devam etdi. 373 hektar chashildi. Bu aslanam Enek agrofirmasında hem negiz xo'jaliklarında. Kunbag'ış meselesi indi bizning strukturada bu katta ko'y yo'q. Xo'jaliklar indi za счет bir yillik ulan uchun edi, tiriklar uchun deb aytishga kerak. Qo'llanuvchi uchun indi kunbag'ış chashuv nida olib boralar. Bugungi kunda agrofirma oqlanish mana 50 hektardan ortiqroq chashdi indi. Ona üstəbində Garshitsa degan kulturada var bizning. Garshitsa 208 hektar bu chashildi Shayshirina xo'jaligida. Hem bunun endi foydasını alar bugungi kunga qadar ko'rdilar, ham ko'rashaklar. Birinchidan endi sotuv uchun qo'llansalar, ikkinchi ulush bo'lib endi sidrap uchunda qo'llaniladilar. Bizga жаңалық bo'lib kira turgan bir kultura var. Unda bo'lsa Lyon, Jitin deb aytishga kerak. Ul Jitin endi xo'jaliklar uzgan xo'jalik yilida bitinde Garshitsa ham rapis uchun bek zo'r chiqimlar tutdilar. Unda bo'lsa ya da ximkat uchun tutildi endi. Bir necha topqir bujablarga qarshi ishkatuv uyushtirildi. Bilganingizcha endi avul ximkatlar bir qimmat. Shuning natijasida endi biz endi taqdim etgan ediginde şunu alıştırmak için Jitin kulturasını chashuv. Hem bugungi kunda rayon bo'yicha тоже 4-5 xo'jalik bunun bilan shug'ullanacak deb aytasi kerak. Buni endi birinchi sharatda endi shu shubga qarshi ishlarni ham qolgan ishlar endi faqat avruda ham bizagida yo'q deb hisoblab turamiz endi. Hali faqat endi yashilcha ham barangi o'tirdi rayon bo'yicha bizning hali boshlanmadi deb aytishga kerak. Unda bo'lsa endi bu butun bizning fermer xo'jaliklarida ishlanadi endi. Ondan sonra endi aytishga kerak, turli gazlı kulturalarından qatnash ham bir yillik ulanlar chashuv meselesi. Bu endi bizning butunisi şu 8.000 dan ortiqroq chashildi. U bizning plan butunisi kukuruzu bilan endi 14.000 bo'lib turadi endi. Şuna üstəb qatlab hem pişista kirişində lütserna chashuvlarda var endi. Bizning 1369 hektarda bugungi kunga chashildi. Hali buni chashuv davom etadi. Biz planlashtiramiz bu yil 3.500-4.000 hektarda endi lütserna ko'pchilik ulanlarni chashuvni planlashtiramiz. Hem bir ne kadar ölüşümün sista kilişte bulacak.
bulacak. Bizning bu ko'p yillik ulanlarni şeşu narsaga kerak. Biz her yılda rayon boyunca bizning 19.000 gektardan ortiqroq ko'p yillik ulanlar var. Şunun endi bugungi kunga 4 yıldan ortiqrog'i, endi 5 yilda 3200 gektar. Bu 19% teşkil etdi. Hatta endi bu spravочный данныйлар bilan endi her yılda ko'p yillik ulanlarning 25% oluşunup turib bitindi. Şunun üçün endi eski ko'p yillik ulanlarni buldurma üstünde elbetgina iş var deb aytira kerak. Ondan so'ng endi ko'p yillik ulanlarning urluqlari meselesi boyunca da aytasi kerak endi so'nggi yillarda endi bularni şistatu hem şeşu standartına to'g'ri keltiruv meselesi boyunca shoqli ish olib borildi. Hem şistaligi boyunca endi shunchaki ul hal deb aytira kerak. No, yozgi şeşu necha kerak tugallanir degan so'rovga endi biz bir turli kulturalarni so'ng mana endi tag'i 2-3 kunda tugallarmiz. Deb aytasi kerak, erta kulturalarında mana qora bulay, tari, ondan so'ng kukuruz urligi uchun şeşile turgan rapis o'zbekinde ana so'ngga qolib şeşer betinde bulardan boshqa endi şeşu 2-3 kunda tugallanir deb sanayman endi men. Şuna borada bu. Потому что mana agar da prognozni bizda qaragan bo'lsak endi biz постоянно ham ana xo'jaliklarda qarab borib, tag'i 4 kun oyoz kunlar bizga Xudoy taolo va'da aytadi endi, ondan so'ng yomg'irda bo'lsa endi ular shunday bir bular deb sanayman endi. No, ikmeklarning shig'ishi masalasi bo'yicha narsa aytasi kerak. Şeşu şeşkendan so'ng endi bo'ytaqgina salqin kunlar turdi bitindi, ham shig'ishi da ko'rinmadi. So'nggi 3 kunda bosularda yeşillik ko'rindi. Yeşillik ko'rindi. Ular bo'lsa endi ikmeklar bek motor ham tegiz kesilib chiqdilar. No, hozir qo'rqita turgan aybirsi, u vaqtda yer ustida bitin shu bilimlarda begallanib chiqmadi. Birinchi shiratda absurd deb aytira kerak. Ondan so'ng endi bilsam, bu kulturalar ahlilarida bu shu bilimlari bu yarovoy kulturalar bilan birga birlikda yashaydi. Shuning uchun endi ularga qarshi ishlash uchun endi gerbisid agregatlari bizning bugungi kunda hozir ham endi buning bo'yicha endi azimoylarda shu bilanlarga qarshi ishlash bo'yicha endi уже bizning 2000 gektardan ortiqroq yerlar ishkartildi deb aytasi kerak. No, buna üstlep azimoylarning состоянияsi bo'yicha, hujum kulturalarining состоянияsi bo'yicha endi o'zga qaraganda bek ko'pga yaxshi. Bek ko'pga yaxshi. No, bugungi kun состоянияsi bo'yicha endi aytira kerak, 100 hektar o'ng'ish berilgan uchastklar bek ko'p. Bek ko'p. Biz endi ko'zga ko'ringan hamon состояниясini bilgan kelishinde bularga tarbiya ishlarida opparuni burish etib qo'ydi. Ham xo'jaliklar endi buning bo'yicha bir ish olib boralar, Bularga endi avrularga qarshi ishlav, ondan so'ng endi bijaplarga qarshi ishlav, ham so'nggisi endi ulardagi shu bilimlarin azima shublarni bitirish masalasi bo'yicha da ish olib boralar. Ham endi ishlarni meyshaq qolgan, yetishilmay qolgan xo'jaliklarga da endi пока endi bizning onday preparatlar bor. Bu o'simlik второе междуузлие degan narsa deb endi vegetatsionni periodga qarasaq da endi shunday vaqtda da gerbisidlarni qo'llanilishi mumkin. Bu ishlar bizning agronom tomonidan o'talar ham aybat bo'lib chiqar deb aytasi kerak endi. 2020-yilning endi yozgi sessi o'ng'ishli boshqarilib chiqar deb aytasi kerak endi. Mening boyadan aytganda noshar ko'rgan ham sifatsiz boshlar bek ko'lamda bo'ldi. Ham ularni tuzatishda endi Oğul xo'jaligi idorasining bilgichlari biz endi mana nafis bilan birga o'tiramiz. Ondan so'ng aqqa ulashish etindi. O'tirganlar endi boshlarda agregatlar haqida har kunni хотя бы ul agregat haqida 2 kunning birida bularga tirishamiz. Ham buldukda deb aytira kerak endi ularni o'z vaqtida tuzatishlar olib bordik deb aytira kerak.